Biz ayni damda muborak Ramazon oyida yashamoqdamiz. Bu oy boshqa oylarga o'xshamaydi. Bu rahmat oyi, poklanish oyi va o'zgarish oyidir. Ammo bu oy ayni paytda intizom oyi. Allohga chinakam bo'ysunish nima ekanini o'rgatadigan oydir. So'nggi paytlarda Ramazon haqida tashvishli savollar paydo bo'ldi. Ayrim insonlar so'rayaptilar: roza paytida turmush o'rtog'i bilan jinsiy yaqinlik qilish joizmi? Yana boshqalar so'rashmoqda: o'zini o'zi qondirish, masturbatsiya ro'zani buzadimi? Ushbu savollar ortida chuqurroq bir xavotir yashiringan. Bu faqat shariat hukmi haqida emas, balki bizning Ramazonga qanday qarashimiz haqida hamdir. Nahotki biz muborak oyning asl maqsadini hali tushunmagan bo'lsak. Roza bu faqat ovqat va ichimlikdan tiyilish emas. Bu faqat ochlik tuyg'usini his qilish ham emas. Yo'q aziz birodarlarim va opa-singillarim, roza bu o'zini nazorat qilish, nafsni tarbiyalash va Alloh uchun shahvat va istaklarimizni nazorat qila olishimizni ko'rsatishdir. Agar bir necha soat davomida halol narsalardan tiyila olmasak, butun umrimiz davomida harom narsalardan qanday tiyilishni umid qilamiz? Ha, turmush o'rtog'i bilan jinsiy aloqa qilish haloldir. Lekin Ramazon oyining kunduzgi vaqtida hatto odatda halol bo'lgan narsalarga ham taqiq qo'yiladi. Bu Alloh bizga o'z nafsimizni boshqarishni o'rgatishining bir usulidir. Ammo kun botgandan keyin Alloh o'zining rahmati ila bizlarga turmush o'rtog'imizga qaytishga izn bergan. Lekin agar bir inson bila turib ro'zasi davomida yaqinlik qilsa, katta gunoh qilgan bo'ladi. Bu gunohning jazosi juda og'irdir. Buning kafforati sifatida ketma-ket 60 kun davomida ro'za tutishi kerak bo'ladi. Tasavvur qila olasizmi? 60 kun hech to'xtatmasdan ro'za tutish. Faqat shuning o'zi ham Ramazonning hurmatini buzish naqadar og'ir ekanini tushunishimiz uchun yetarli bo'lishi kerak. Yana bir gunoh odamlar o'zini o'zi qondirishi haqida savol berishmoqda. Aziz birodarlarim va opa-singillarim, bunga javob aniq va ravshan. Bu amal ro'zani buzadi va qazosini tutishni talab qiladi. Ammo bundan tashqari bu qalbni zaiflashtiruvchi odatdir. Bu amal insonni o'ziga tortib, uni Allohdan uzoqlashtiradi. Ramazon taqvo oyi, Allohni eslab yashash oyidir. Biz qanday qilib Allohga yaqinlashishni istab, ayni paytda u zotdan uzoqlashtiruvchi shahvat va istaklarga berilishimiz mumkin. Shuning uchun Ramazon faqat qoidalardan iborat emas. Ramazon bu o'zgarish oyi, sabrni o'rganish oyidir. Ramazon bizga nafsimizga emas, balki Allohga qul ekanimizni anglatadigan oydir. Ochlikni his qilganimizda rizqimiz faqat Alloh tomonidan berilishini eslaymiz. Turmush o'rtog'imiz bilan yaqinlikdan tiyilganimizda o'z nafsimizni nazorat qilishimiz mumkinligini tushunamiz. Nigohlarimizni pastga tushirib, fikrlarimizni poklaganimizda eng katta lazzat shahvatimizni qondirishda emas, balki Allohni rozi qilishda ekanini tushunamiz. Aziz birodarlarim va opa-singillarim, eng kamini qilib, qanday qilib qutulsam bo'ladi degan savol o'rniga, bu muborak oyda qanday qilib ko'proq savob olishim mumkin degan savolni beraylik. Gunohlardan tiyilish bilan cheklanib qolmay, yaxshiliklar qilishga harakat qilaylik. Faqat ro'zani tutibgina qolmay, uni zikr, duo va ibodat bilan mukammallashtiraylik. Faqat ro'zani buzuvchi narsalardan tiyilish bilan kifoyalanib qolmay, Alloh roziligini topish yo'lida yanada ko'proq harakat qilaylik. Keling, bizlarni Allohdan uzoqlashtiradigan barcha narsalardan tiyilaylik. Alloh bilan bog'lanishning eng yaxshi usuli nima ekanini bilasizmi? Albatta, duo qilish orqali. Ushbu muborak kechalarda biz aytadigan eng go'zal duo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga o'rgatgan duodir. Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Allohim, sen afu, o'ta kechiruvchi zotsan, kechirishni yaxshi ko'rasan, meni kechir. Qancha gunoh qilgan bo'lsak ham, Allohning rahmati undan kattaroqdir. Qancha xato qilgan bo'lsak ham, tavba eshiklari doimo ochiqdir. Ramazon kechagi kim bo'lganimiz emas, bugun kim bo'lishni tanlashimiz haqida oydir. Shunday ekan, keling, bu muborak oyga jiddiy qaraylik. Chin dildan tavba qilib, kechirim so'raylik. Ramazondan shunday insonlar bo'lib chiqaylikki, ular faqat ovqat uchun emas, balki jannat uchun och qolgan insonlardir.
Ramazonda nafaqat ovqatga, balki jannatga bo'lgan ishtiyoq bilan och qolaylik. Alloh tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin va bizlarga eng yaxshi inson bo'lishimiz uchun kuch-quvvat bersin.